Bugungi kunda jahon miqyosida aholining iste'mol mahsulotlariga bo'lgan talab va ehtiyojini to'laqonli qondirish, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash dolzarb muammolardan biri bo'lib turibdi. Ana shunday muhim talablardan kelib chiqqan holda, mamlakatimizda ham innovatsion uslubda qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, xorijdan keltirilayotgan serhosil meva-sabzavotlarning urug' va ko'chatlarini ilm-fan yutuqlari asosida o'zimizda ko'paytirish bo'yicha yangicha yondashuvlar, istiqbolli loyihalar hayotga tatbiq etilmoqda. Ana shu talablardan kelib chiqib, Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar institutida kartoshka urug'chiligini rivojlantirish maqsadida O'zbekiston-Koreya kartoshka urug'chiligi markazi faoliyati yo'lga qo'yildi. Koreya Respublikasi Qishloq xo'jaligi, oziq-ovqat va qishloq hududlarini rivojlantirish vazirligi, Koreya qishloq hududlarini rivojlantirish korporatsiyasi bilan hamkorlikda loyiha doirasida institutda gidroponik issiqxona, in vitro laboratoriyasi va omborxona qurildi. Koreyaning xalqaro bog'dorchilik ilmiy tadqiqot instituti olimlari bilan birgalikda O'zbekistonda kartoshka yetishtirishni ko'paytirish va sohada kadrlar salohiyatini oshirish yo'nalishida loyiha amalga oshirilyapti. Loyiha 5 yilga mo'ljallangan. Bu 2023-2027 yillarda amalga oshirilishi ko'zda tutilgan. Mazkur loyiha doirasida bugungi kunda institutimizda moddiy texnik baza mustahkamlanib, kadrlar salohiyati oshirib borilmoqda. Jumladan institutimizda kartoshka yetishtirishni barcha bosqichlarini qamrab olgan, ya'ni kartoshkani in vitro sharoitida ko'paytirish, uni mana ko'rib turganimizdek gidroponikali issiqxonalarda yetishtirish, undan olingan mini tuganaklarni esa keyingi bosqichda net house'larda yetishtirish bo'yicha tadqiqotlar amalga oshirilyapti. Bundan keyingi bosqich bu bevosita urug'chilik xo'jaliklariga sertifikatlangan urug'larni yetishtirib berishga qaratilgan hisoblanadi. Bugungi kunda institutimizda olimlari Koreya davlatida bir necha bor malaka oshirish kurslarida bo'lib qaytishdi. Jumladan issiqxona sharoitida kartoshka yetishtirish, in vitro sharoitda kartoshka yetishtirish, qolaversa kartoshkada uchraydigan virusli kasalliklarning oldini olish, shu yo'nalishlarda olimlarimiz tadqiqotlarni amalga oshirib kelishyapti. Qolaversa institutimiz olimlari tomonidan bugungi kunda koreyalik olimlar bilan hamkorlikda O'zbekiston sharoitiga mos bo'lgan yangi navlarni yaratish, bu navlar ustida tadqiqotlar amalga oshirib kelinyapti. Loyiha 5 bosqichda amalga oshirilib, dastlabki bosqichda in vitro laboratoriya sharoitida ichki miri sistema to'qimalari orqali turli kasalliklardan xoli, ayniqsa virussiz urug'li kartoshka ishlab chiqariladi. Ayni bu jarayonlarni institutning yosh olimlar, doktorant, magistr va talabalari amalga oshirmoqdaki, bularni ham ilmiy salohiyatini oshiradi, ham amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishga katta yordam beradi. 미니 튜브를 생산하기 위해서 ushbu issiqxona virusdan xoli tarzda kartoshka ko'chatlarini o'stirish va mini tuganaklar yetishtirish uchun mo'ljallangan. Bu yerda toza urug'li kartoshka mini tuganaklar shaklida ishlab chiqariladi. Issiqxonada 12 xil kartoshka navlari yetishtirilmoqda. Ularning 8 tasi Koreyada, 4 tasi esa O'zbekistonda keng ekiladigan navlar hisoblanadi. Avgust oyida bu yerga in vitro laboratoriyasida to'qima usuli yordamida olingan o'simliklar ekilgan bo'lib, hozir mini tuganaklarning hosil bo'lishi hamda o'sish jarayonini kuzatish mumkin. Bu Santi navi hisoblanadi. Bu O'zbekistonda eng yaxshi va keng tarqalgan kartoshka navlaridan biri bo'lib, eng katta maydonlarni egallaydi. Bu yerda aynan Santi navining virusdan xoli yosh ko'chatlari yetishtirilmoqda. Issiqxonada yetishtirilgan mini tuganaklar keyingi bosqichda setkali issiqxona, ya'ni net house'larda ko'paytiriladi. Bunday issiqxonalarda 2-3 davr ko'paytirib, ular super, elita va keyinchalik elita bosqichlariga yetkaziladi. So'ngra ushbu urug'lik tuganaklari fermerlarga yetkazib berilib, ularning yanada keng yetishtirilishi ta'minlanadi. Mahalliy fermer va dehqonlar uchun arzon, sifatli va sog'lom kartoshka urug'larini yetkazib berish, kartoshka ishlab chiqarish hajmini hamda hosildorligini yanada orttirish, undan sanoat usulida boshqa turdagi mahsulotlar olishdik muhim maqsadlarni qamrab olgan mazkur loyiha Koreya Respublikasi Qishloq xo'jaligi, oziq-ovqat va qishloq hududlarini rivojlantirish vazirligi, Koreya qishloq hududlarini rivojlantirish korporatsiyasi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda. 4,3 million AQSh dollari miqdoridagi mablag' yo'naltirilgan ushbu loyiha doirasida Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar institutida gidroponik issiqxona, in vitro laboratoriyasi va omborxona qurildi. Loyiha 5 bosqichda amalga oshirilib, dastlabki bosqichda in vitro laboratoriya sharoitida ichki miri sistema to'qimalari orqali turli kasalliklardan xoli, ayniqsa virussiz urug'lik kartoshka ishlab chiqariladi.
여기는 새로운 Bu Nethouse yangi navlarni ishlab chiqish uchun mo'ljallangan. Bu yerda yiliga 2 marotaba bahor va kuzda yetishtirilishi mumkin bo'lgan navlarni rivojlantirish bo'yicha sinovlar o'tkazilmoqda. Hozirgi vaqtda 5 ta nav sinovdan o'tkazilmoqda. Maqsad O'zbekistonning atrof muhit, tuproq, iqlim sharoitlariga eng mos navlarni tanlab olishdir. Ko'rib turganingizdek, bu yangi navlar juda faol va sog'lom o'sib bormoqda. Hozir ular gullash bosqichida va gullash bosqichi yer ostida kartoshka tuganaklari shakllanayotganining boshlanishi hisoblanadi. Agar gullash davrida bir qator kartoshkani qazib olsangiz, ko'rganingizdek kartoshkalar uzluksiz hosil bo'la boshlagan. Noyabr oxiri yoki dekabr boshida taxminan 2 oy ichida bu tuganaklar musht kabi kattalikka yetib, hosil ko'p bo'ladi. Umid qilamanki, kelajakda ushbu yangi navlar O'zbekistonda keng yetishtiriladi va O'zbekiston xalqining muhim oziq-ovqat manbai sifatida foydalaniladi. Loyiha doirasida tashkil etilgan mana hozirgi ko'rib turgan demak gidroponikali issiqxona bu qariyb 40 sotix maydonda tashkil etilgan. Shu bilan bir qatorda aytishimiz kerak, 600 tonnalik urug'lik kartoshkani saqlashga xizmat qiluvchi demak sovutgichli omborlar tashkil etildi. Bu gidroponikali issiqxonada bugungi kunda kartoshkaning 10 dan ortiq navlari, mahalliy navlar va Koreyadan olib kelingan navlar sinovdan o'tkazilib, muvaffaqiyatli sinovdan o'tayotganlari joriy etish bosqichiga yetib keldik hozirda. Yetishtirilgan mini tuganaklar to'g'ridan-to'g'ri o'sha yuqori zonalarga ekilib, u yerlarda sinovdan o'tkazilgandan so'ng keyinchalik demak urug'lik kartoshka yetishtiradigan fermer xo'jaliklari, dehqon xo'jaliklariga tarqatish ishlari amalga oshiriladi. Ushbu markazda respublikamiz iqlim sharoitiga mos, nav hamda sog'lom, yuqori sifatli urug'larni intensiv usulda ishlab chiqarish, sohada kadrlar salohiyatini bosqichma-bosqich oshirish evaziga oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish dasturlari ijrosini amalda ta'minlash, xalqimiz dasturxonini sifatli va arzon iste'mol mahsulotlari bilan serob etishga erishiladi. Ajratib olingan navlarimizdan biz kartoshkani klassifikatsiyasini ham yangilamoqchimiz, ya'ni aytishimiz kerak, kartoshka navlarini faqat iste'mol uchun emas, qayta ishlash uchun alohida, tashish uchun alohida yoki bo'lmasa o'sha eksportga chiqarish imkoniyatlarini ham hozirda o'rganyapmiz. Koreyalik ekspertlar institutimizda ta'lim jarayoniga ham yordam berishyapti. 저희 팀은 그동안 So'nggi 2 yil davomida bizning jamoamiz Samarqand Agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti bilan hamkorlikda urug'lik kartoshka ishlab chiqarish tizimini yaratish ustida ishlamoqda. Shuningdek, uni birga boshqarib, urug'lik kartoshka ishlab chiqarish jarayonining barcha bosqichlarini bosqichma-bosqich shakllantirmoqdamiz. Har bir bosqich rejalashtirilgan muddatlarda asta-sekin amalga oshirilmoqda. Xususan, biz in vitro laboratoriyasini tashkil etdik va zarur uskunalar bilan jihozladik. Bu yerda kartoshkada viruslarni aniqlash uchun laboratoriya ham mavjud. Bundan tashqari tizim viruslarni tekshirish laboratoriyasi, gidroponik issiqxona, nethouse'lar va urug'lik kartoshka tuganaklarini saqlash uchun zamonaviy inshootlarni o'z ichiga oladi. Ushbu tizim butunlay barpo etilib, hozirda muvaffaqiyatli ishlamoqda. 2026-yildan boshlab biz O'zbekiston fermerlari va ilmiy tadqiqot institutlariga virusdan tozalangan urug'lik kartoshka tuganaklarini yetkazib berishni rejalashtirmoqdamiz. O'zbekiston hukumati maqsadlariga muvofiq ravishda bosqichma-bosqich urug'lik kartoshka ishlab chiqarishda o'z-o'zini ta'minlashga erishish uchun tinimsiz mehnat qilmoqdamiz. Hozirda biz virusdan tozalanganlik holatini tasdiqlash bo'yicha tajribalar o'tkazmoqdamiz. O'zbekistonga bugungi kunda asosan kartoshka urug'lari bu Gollandiya, qo'shni mana Qozog'iston, Pokiston kabi qator davlatlardan valyuta hisobiga import qilinib kelinyapti. Biz bu loyihani amalga oshirish orqali demak aynan shu kartoshkani mustaqilligiga erishish, o'zimizda yetishtiriladigan navlar orqali, o'zimizning mahalliy sharoitimizga mos navlar orqali kartoshkachilikda yangi islohotlarni amalga oshirishni ham o'z oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Ushbu markazda respublikamiz iqlim sharoitiga mos, nav hamda sog'lom, yuqori sifatli kartoshka urug'larini intensiv usulda ishlab chiqarish orqali oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish dasturlari ijrosini amalda ta'minlash, xalqimiz dasturxonini sifatli va arzon iste'mol mahsulotlari bilan serob etishga erishiladi. Yana bir muhim jihati, yaqindagina mana davlatimiz rahbarining 269-sonli qarori qabul qilindi. Respublikada kartoshka yetishtirish,
va urug'chiligini ko'paytirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror. Mazkur qarorda ham belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlashga qaratilgan loyiha deb bemalol aytsak bo'ladi, chunki respublikamizda aynan kartoshkani yuqori zonalarda yetishtirish, respublikamizdagi demak dengiz sathidan 800 metrdan baland bo'lgan hududlarda urug'lik kartoshkachilikni yo'lga qo'yish bo'yicha tadqiqotlar amalga oshirilyapti. Bu tadqiqotlarda ham institutimiz olimlari, yoshlar, magistrlar, doktorantlar barchasi o'z hissasini qo'shib kelishyapti. Institutimiz olimlari tomonidan bugungi kunda kartoshkachilik sohasida qator yangiliklar ustida izlanishlarni olib borishyapti. Aytib o'tishimiz joizki, bugungi kunda kartoshkani yetishtirishda viruslardan xoli, kasallik va zararkunandalarga chidamli, qolaversa mahalliy sharoitga mos bo'lgan, ekstremal sharoitga, ya'ni turli iqlim sharoitlariga mos bo'lgan navlarni yaratish bo'yicha tadqiqotlar allaqachon boshlab yuborilgan. Hozirda 2-3 ta nav ajratilib, davlat komissiyasiga topshirish arafasida turibmiz. O'ylaymanki, bu olib borayotgan tadqiqotlarimiz sohada ilm, fan yutuqlarini joriy qilishga, sohaga ilmni kiritishga, kartoshkachilikni rivojlantirishga, asosiy oziq-ovqat ekinlaridan biri bo'lgan kartoshkani ko'paytirishga xizmat qiladi va kelgusida bu loyiha yanada kengayib, sohada tayyorlanayotgan, mana institutimizda tayyorlanayotgan bakalavrlar, magistrlar, doktorantlarning ham qolaversa professor o'qituvchilarning ham salohiyatini oshirishga yordam beradi. Prezidentimiz tashabbuslari bilan bugun agrosanoat tarmoqlarining barcha sohalarida keng ko'lamdagi yangilanish, o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Bu sohadagi islohotlar tadbirkorlikni rivojlantirish, yerlardan samarali foydalanish, mahsulot tayyorlashni ko'paytirish, uning eksport salohiyatini oshirish, aholi bandligini ta'minlash, iqtisodiyotni mustahkamlashga qaratilayotgani bilan ahamiyatlidir.